Do'stlar, endi ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bu ikkinchi darsda arab harflarini endi alohida o'rganamiz va bugun 3 ta harfni yozilishini, ko'rinishlarini o'rganamiz. Arab harflarida katta harf, ya'ni bosh harf va kichkina harf degan narsa yo'q va uni o'rniga 4 xil ko'rinish degan narsa bor. Arab harflarining ba'zilari 4 xil ko'rinishga ega bo'ladi, ba'zilari 2 xil ko'rinishga ega bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsam, 28 ta harfdan 22 tasi 4 xil ko'rinishga, 6 tasi 2 xil ko'rinishga ega bo'ladi. Hozir ana shuni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Yozuvda qanaqa holatda yozish kerak? Mana shu narsalarga e'tibor beramiz. Endi azizlar, qaraysiz mana shunga. Mana bu harfni birinchi mana bu alohida ko'rinishi bo'ladi. So'z boshida keladigan ko'rinishi, so'z o'rtasida kelishi va so'z oxirida keladigan ko'rinishlari bo'ladi. Alif degan harfimiz bor, birinchi harf, satr chizig'ida tepasida yoziladi. Birinchi ko'rinish mana shu. Alohida ko'rinish shunaqa. So'z boshida ko'rinishi ham mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Alif ikki ko'rinishli harf. Yozib qo'ying, ikki ko'rinishli harf. So'z o'rtasidagi ko'rinishi mana bunaqa shaklda bo'ladi. So'z oxiridagi ko'rinishi ham mana bunaqa shaklda bo'ladi. Demak, mana shu alif harfi. Alif mana ikki ko'rinishli harf. Alohida va boshida bir xil yoziladi, so'z o'rtasida va oxirida bir xil yoziladi. Endi bunga harakat qo'yamiz. Ya'ni agar mana bunaqa qilib yozadigan bo'lsak, alif yozib, ustiga bu belgini qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ldi? A bo'ldi. To'g'rimi? Buni yozib, ostiga belgini qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ldi? Buning nomi, bundan boshladik. Buning nomi nima bo'ldi? Bu fatha bo'ldi, A unlisi, bu kasra bo'ldi, I unlisi va agar bunday qilib ustiga bu belgini qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ldi bu? Ha? Domma, U unlisi va agar mana bu yerga bunday qilib yozadigan bo'lsak, bu hech nimani ifodalamaydigan bitta harf bo'ldi. Ya'ni alif harfi bironta bir tovushni ifodalamaydi. Hamza bilan keladi. Buni keyinroq tushuntiraman. Xo'p, hozir mana shu alif, A, I, U bo'lishini tushundik. Endi o'qishingiz uchun sizga misol beraman. Mana bunaqa faraz qiling. 3 ta alifni yozamizda. A, I, U bo'ldi. A, I, U. Endi qarang, ikkinchi ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa shaklda. Hop. Ya'ni bunga ham A, I, U deb yozishimiz mumkin. Ya'ni mana bu A, I, U, A, I, U takrorlayapmiz. Mana shu siz daftaringizga hozir daftarni olib, qalamlarni uchlab tayyor turganmisiz? Yozib chiqishingiz kerak hozir. Mana shu narsani videoni to'xtating. Hozir mana shularni tezgina yozib chiqing yoki orqaga qaytaringda tezgina yozib chiqing. Iloji bo'lsa shu alohida so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida deb yozib oling. Yoki bo'lmasam, hop, sizga ko'rsatadigan mana bunaqa husnixat daftarlar bor. Bir necha xillari bor. Buni kitob do'konlaridan oson topasiz. Bunda tayyor harflar yozilgan bo'ladi. Shulardan foydalanishni tavsiya qilaman. Hop, mana shu shaklda yozishingiz kerak bo'ladi va bu alif harfi bo'ladi. Keyingi harfimiz B harfi. B harfini qarang, alohida ko'rinishini bilasiz. Buni bunday qilib yoziladi. Bitta nuqtasini qo'yamiz. Endi bu so'z boshida kelsa nima bo'ladi desak, shu B harfini yarmini yozamizda, bitta nuqta qo'yib qo'yamiz. Mana bu qismi juda baland bo'lmaydi. Mana shu tartibda bo'ladi. Endi so'z o'rtasida kelsa nima bo'ladi desa, bu yoqdan keladi-da, bunday tepaga chiqadigan qismi bo'ladi, bitta nuqtasini qo'yamiz. So'z oxirida bo'lsa-chi, so'z oxirida bu yoqdan keladi, xuddi shuni mana bunday qilib yozamiz, oxiriga qaytadigan qismi bo'ladi. Ya'ni bu mana birinchi qismiga o'xshab ketadi. Bitta nuqtasi bor. E'tibor beryapsiz, hammasida shu bitta nuqtani qo'yapmiz. B harfi mana shu 4 xil ko'rinish degan nima degani desa, mana shu aslidagi bitta mana bu ko'rinishni sal o'zgartiryapmiz, xolos. Ajratib olish uchun mana shu tepaga chiqadigan bitta chiziqchasi va bitta nuqtasidan farqlab olasizlar. Xo'p, demak bu B harfi bo'ldi. Bunga harakat beramiz. Mana B, A bo'ldi. Mana bu B, I bo'ladi. Mana bu ko'rinishda B, U bo'ladi. Va endi sizlarga mana shu kelganda yana bitta belgini o'rgataman. Agar harf mana shu ko'rinishda yozilsa va ustiga mana bunaqa belgi qo'yiladigan bo'lsa, bu belgining nomi sukun deyiladi. Yaxshilab e'tibor bering. Dumaloq yoziladi, mana shunaqa. Nomi sukun yoki sokin ham deb nomlanadi. Sokin. Buni o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, bir to'xtash deb faraz qilish kerak. Ya'ni o'zbek tilida masalan maktab degan so'z bor, maktab. Shunda mana bu mak degan so'zga va B harfini ustiga sukun qo'yiladi arab tilida.
Nima uchun desa, bu yerda yopiq bo'g'in bo'layotganligi uchun. Ya'ni bu yerda mana bu kaf harfini harakati yo'q, b harfini harakati yo'q. Mana bu fatha, kasra, dommalar qo'yilmasa, o'sha harfga sukun belgisi qo'yiladi. Buni vazifasi mana shu fatha, kasra, dommalar yo'q ekanligini, faqat b ni o'zini o'qish kerakligini bildiradi. Ya'ni boshdan b a b, b i b, b u bu b ni o'zi. Ba bi bu b. Buni ba bi bu deb o'qiy olmaymiz. Buni faqat b ni o'zini o'qiymiz. B deb. Sukunni vazifasi mana shu. Harfni o'zi, yolg'iz o'zi degan ma'noni aytadi. Buni 0 deb faraz qiling va bu 0 holatida, ya'ni harakatli holatda emas deb faraz qilsangiz bo'ladi yoki maktab degandagi bir to'xtab o'qishlikka, bo'g'inlab o'qishga yordam beradigan belgi deb biling. Keling endi azizlar, mana shu so'z boshidagi ko'rinishi va so'z oxirida kelishidan tanlab olamiz bu ikkalasini va so'z yasab yozamiz. Ya'ni buni yozamiz. Bu ko'rinishda yoziladi. B i bo'lyapti. Va mana bu ko'rinishni olib kelamiz. Mana bu shaklda yozyapmiz. Mana shu yerdan ulanadi va mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va o'qishga harakat qilamiz. B i b. Bip. B i b. Bip. Va mana bu b ni harakati yo'qligini bildirish uchun mana bu sukunni qo'yamiz. Bip, bip. Sukun yozilsa ham, yozilmasa ham baribir bir xil o'qiladi. Bip. Yoki buni keling endi harakatini o'zgartirib ko'ramiz. Ya'ni mana bipni o'rniga qarang, b a yozamiz. B a b. Bab bo'ldi. Yoki bo'lmasa buni dommaga aylantiramiz. B u b. Bub bo'ldi. Keling yana endi ikkita harfdan foydalanib ko'ramiz. Ya'ni alif va b harflaridan foydalanamiz. Ya'ni alif bu a. Endi uni o'rniga mana b ni yoniga olib kelamiz. Uni yoniga b ni olib kelamiz. B a b. Ab. A b ab. Ab. Buni endi sizlarga yana ham tushunarli bo'lishi uchun bunaqa shaklda yozib beraman. Mana bu a va b harfi. Mana bu o'qilishi bo'lsa b u b bo'ldi. Bu tushunarli bo'lyapti. O'qilishi men aytayotgan paytimda imkon qadar mana shuni o'zbekcha, lotincha shaklarini yozib olishga harakat qiling va ora-orada men ham yozib berib turaman. Ya'ni qanday o'qilayotganligini, qanday talaffuz qilinayotganligini sizga osonroq bo'lishi uchun. Endi 3 ta harfdan iborat qilib yozamiz. Mana b ni yozamiz. B so'z boshidagini yozdik. Undan keyin so'z o'rtasini olib kelamiz. Mana shunaqa shaklda. Endi so'z oxirini yozamiz. Mana shunaqa shaklda. Mana b bo'ldi. Endi uchala harakatni qo'yamiz. B a, b i, b u. Ba bi bu. Ba bi bu. O'qilishini yozib beraman. B a, b i, b u. Ba bi bu. Ya'ni bitta so'z, mana shu so'z babibu degan so'z bo'ldi. Babibu. B ni hamma ko'rinishlarini, ya'ni so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxiridagi holatlarini va 3 ta harakatni ishlatgan holatda so'z yozdik. Arab harflarining aksari mana shunaqa 3 ta harfdan iborat bo'ladi. Ya'ni so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida 3 ta harfdan iborat bo'ladi. Mana azizlar, alif va ba harfini 4 xil ko'rinishini harakatlar bilan, so'zlar bilan yozilishini o'rgandik. Endi ta harfiga, 3-harfimizga keldik. Ta harfi alohida ko'rinishda mana bunaqa shaklda yozilishini bilasiz. Ikkita nuqtasi bo'ladi. Xuddi shuni so'z boshida kelsa qanaqa bo'ladi desa, mana shu birinchi qismini yozamizda, ikkita nuqtasini qo'yamiz mana. So'z o'rtasida kelsa xuddi shunga o'xshash bo'ladi-da, faqat mana bu tomondan qo'li bo'ladi. Ya'ni buni biz qo'lcha deymiz. O'zidan oldingisi va keyingisiga qo'l beradigan holati bo'ladi. So'z oxirida kelishi bu ham mana shunaqa shaklda bo'ladi-da. Ikkita nuqtasini qo'yamiz. Bo'ldi. Ya'ni alohida va so'z oxirida aksariyat ko'pincha harflarda mana shu ikkalasi o'xshash bo'ladi. Endi bularning ishtirokida so'zlar yozishga harakat qilamiz. Mana t harfini o'zini oldik, harakat qo'ydik, t a bo'ldi. Mana buni oldik, t nima bo'ldi? Bu nima edi? Ha, aytib o'ring, kommentariyga yozib o'ring. Nima bo'ldi? T i t kasra. Keyingisi so'z o'rtasida kelgan holatiga t bu nima edi? Domma. Birga o'qisak nima bo'ladi? Tu bo'ladi. Barakalloh. Endi so'z oxirida kelishiga misol mana shunaqa yozamizda va mana bu belgini endi siz bilishingiz kerak. Hozir yuqorida aytdik. Bu belgining nomi nima? Sukun yoki sokin. Barakalloh. Nima vazifani bajaradi? Ha. Izohlarga tezda yozib o'ring buni. Bu belgini nomi sokin
vazifasi a, i, u bo'lmagan vaqtda mana shu qo'yiladi. Ya'ni 3 ta harakat qo'yilmagan paytda mana shu sukun belgisi qo'yiladi va bu harfni o'zini o'qish kerakligini bildiradi. Ya'ni t ni o'zini o'qiymiz. Ta, ti, tu, t. So'z yasaymiz. Mana alifni olib kelamiz. A qo'yamiz. Mana. Hozir bu a bo'ldi. Endi bunga t ni olib kelib yozamiz. At bo'ldi. Ya'ni a, t, at. Va mana bu ni harakati yo'qligini ifodalash uchun bo'lsa, sukun qo'yamiz. At bo'ldi. Endi davom etamiz. Qarang. Osonroq variant. Mana a, yana o'sha t ni yozamiz. Va ustiga endi bu safar fatha qo'yamiz. A, t, a. Nima bo'ldi? Men yozib turaman. A, t, a. Barakalloh. Keyingisi a ni yozamiz, t ni yozamiz va kasra qo'yamiz. Nima bo'ldi? A, t, i bo'ldi. Keyingisi a ni yozamiz, t ni yozamiz, u, a, tu bo'ldi. A, t, u, a, tu. At, a, t, a, ata, a, t, i, ati, a, t, u, atu. Barakalloh. Endi qarang, mana bunday shaklda yozilgan bo'lsa, ikkita harf bunday yozilgan bo'lsa va t, a, t, a bo'lsa, ta deb o'qiysiz, to'g'rimi? Agar mana bunaqa shaklda yozilgan bo'lsa-chi, mana o'zi mana shu shakli to'g'riroq, ya'ni t, a, t, a, ta bo'ladi va mana bu shaklga e'tibor bering. Endi mana faraz qiling, shunaqa shaklda yozilgan deb faraz qiling. T, a, t, a, ta bo'ldi va mana bu shaklga e'tibor bering va mana shu shaklda yozilgan bo'lsa, mana t, a, t, a. Ta hammasi bir xilda, chunki harakati fatha qo'yildi. Faqat shaklini o'zgarishiga e'tibor bering. Ya'ni alohida yozilgan so'z boshida va so'z oxiridagisiga misol, ikkalasi ham so'z o'rtasida va so'z oxiridagiga misol bo'ldi. Ya'ni mana shunaqa shakllarda keladi va siz buni nuqtalaridan ajratib olishingiz kerak bo'ladi. Endi xuddi shunga o'xshash bo'lgan boshqa bitta harfni yozib beraman. E'tibor berasiz bunga. Nima bo'lyapti? Qarang. Mana bu qaysi harf? B. To'g'ri, B, A. Endi bu-chi B, A, T, A. Bata bo'ldi. Endi qaraymiz. Mana bunaqa bo'lsa nima bo'ladi? B, A, T, A. Bata bo'ldi. Endi qarang. Mana bunaqa bo'lsa-chi, agar so'zimizni faraz qiling. B, A, T, A. Bata. Endi bunday bo'lsa-chi, B, A, T, A. Ko'ryapsiz-a? Mana bu shakl bilan mana bu shakl bir xil bo'ldi. E'tibor berdingizmi? Endi agar siz buni harakatlarini o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni bularni hammasini fathasini kasrasiga yoki kasrani dommaga o'zgartirib aytishingiz va o'qishingiz mumkin. Ikkita alifni yozamizda va ikkita fatha qo'yamiz. Nima bo'ladi? A bo'ladi. Endi alif, kasra, i. Endi so'z o'rtasidagi misoli shunaqa bo'lsin. Alif, domma, u. Va endi buni ham shunaqa shaklda yozamiz va ikkalasiga sukun qo'yamiz. Xo'p, a, i, u bo'ldi va bu alif o'qilmaydigan holati bo'ldi. Mana shunaqa holatda bo'lsa, yaxshilab eslab qoling, bu o'qilmaydigan holati bo'ladi. Va agar hamza bo'lsa o'qiladi, buni keyin tushuntiraman. Xo'p, endi keyingi harfimizda b harfiga misol. Qarang, b, a. Ba bo'ldi. Endi bunisiga qarang. B, i. Mana ikkita b ni yozdik va b bo'ldi. Bunisi b va u. Bu. Va bunisi bunaqa shaklda b, sukun holatda va sukun holatda. ba, ba, b, bu, b. Ya'ni a, i, u va aliflarning o'zi. ba, ba, b, bu, b. Va keyingisi t harfi. T, a. T ni yozdik. Mana t, i. Ti. Keyingisi t, u. Tu. Endi oxiri t ni nuqtalarini qo'yapmiz. T, sukun. T. Endi ta, ti, tu. T ni o'zi. T.
Farqini sezyapsizmi? O'xshashliklari mana a, b, t, t, i, b, t, u, bu, tu va sukun holati, bu o'qilmaydigan holati, bu yerda b, bu yerda t bo'lgan holat. Mana shunaqa holatda shunaqa so'zlar bilan o'qish oson bo'lyaptimi? Yoki sizga bu yoqda yozib beraman, nisbatan murakkabroq holatda bo'ladi. E'tibor bering. Mana bunaqa shaklda o'qish osonroqmi? Qani, bir sinab ko'ramiz. Mana bu joyga nima deb yozdim? E'tibor bering. O'qishga harakat qilib turing buni. Keyingisi domma bilan kelgan holati. Oxirida o'zim o'qib beraman. Ungacha siz o'qib, izohlarga yozib turing. Va oxirgi holati agar bunaqa holatda bo'lsa, o'zi bunday bo'lmaydi, lekin biz farazan shunaqa yozyapmiz. Bular so'zlar bironta bir ma'noni ifodalamaydi. Faqat o'qishingiz uchun, oson bo'lishi uchun shunaqa yozyapmiz. Boshida hammasi fatha, bunisida kasra, bunisida domma bo'lyapti. Alif, ba, tani uchalasini ham yozganmiz. Endi o'qishga harakat qilamiz. A, B, A, T, A. A, B, T. Abata. I, B, T. IBT. U, bu, tu. Ubutu. Bunda o'qilmaydigan alif, b, t. Bo'ldi, mana shu narsa. Mana azizlar, bugungi ikkinchi darsimiz ham tugadi. Bu darsda biz nimalarni o'rgandik? Alifni ko'rinishlarini, bani ko'rinishlarini, tani ko'rinishlarini o'rgandik va sukun degan belgini o'rgandik. Keyingi darsimizda yana 3 ta harf o'rganamiz. Bu 3 ta harflar bularni sherigi bo'lgan sa harfi, jim harfi va ha harfi bo'ladi. Albatta u videoni ham ko'ring va albatta izohlarga qanchalik o'rgana olyapsiz, dars oson yoki qiyinligi, sizga tushunarli yoki tushunarsiz bo'layotganligini, qaysidir joyda nimadir sizda yaxshi vo degan joy bo'ladi. Men zo'r tushundim mana shu joyini degan joylar bo'lsa, izohlarga albatta yozing. Bu biz uchun juda ham zo'r motivatsiya bo'ladi. Endi agar siz arab harflarini o'zingiz mustaqil o'rganishga qiynalmayotgan bo'lsangiz, sizga ustoz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning darslarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bizning jonli birga bir individual onlayn darslarimiz bor va offlayn darslarimiz ham bor. Kelib o'rganishingiz mumkin. Va buning uchun quyidagi havola orqali o'zingizni telefon raqamlaringizni qoldiring va biz sizga aloqaga chiqamiz.